Ukam, buni men 13 millionga olganman vaqtida. Ozgina yana qo'shib bera olasizlarmi? Yo, siz aldashgan. 13 million turmaydi, maksimum 12 million. Muhtoj bo'lmaganimda sotmasdim. Mayli 12 million bo'lsa, 12 millionga bera qolaydi. Baraka qilib bo'ldinglarmi, shogird? Mana buni shundoq joyiga qo'yib yuboring-da. Bitta kofe damlab keling bizaga. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Xo'p, aka, o'tiravering bemalol. Paytida yaxshi narxga olgan ekansiz, aka. Hozirda bu narsangiz 15 millionlarga bizga qiziq bo'ladi. Xo'p, mana aka, 15 million. Barakasini bersin, yaxshiligi xizmat qilsin. Rahmat ukam, endi ko'nglim to'ldi. Xo'p, salomat bo'ling. Dunyoni vijdoni sotmaydi shogird. Biz insonlarni og'irini yengil qilish uchun bu yerda o'tiramiz. O'shaning uchun boshqa unaqa narsa qaytarilmasa. Halollikda baraka bo'ladi.